mashinada bittasini urib yubordim. Voy, Men seni adang bo'laman, tanima deyman. Adam? Ha? Bu sizga o'rganib qopti. Ha. Nega bolani yolg'iz qoldirdingiz bunaqa qilib? Qo'shnilarnikini qaradingmi? So'radim, opa. Voy, opa! 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 pochcha xavotir olyaptilar. Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Sabr kosam to'ldi geniya. Hamma narsaning chegarasi bor. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Men choyga qarayman. Yo'q, men o'zim qarayman. Voy, siz o'tiring, ana Asalxon qaranglar. Meni uyim bo'lib qoldi qoldi-yu, xola. O'zim qarayman. Hozir damlab kelaman. Bor, yordamlashma. Xo'p. Yaxshi kelib Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Opa. Nega ketib qoldingiz? Ketmasam bo'lmasdi nega? Pochcha xavotir olyaptilar. Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Boshqa chidolmayman. Sabr kosam to'ldi geniya. Hamma narsaning chegarasi bor. Birovni uyida sig'imda bo'lib yashagandan ko'ra ko'chada qolgan yaxshi ekan. Pochcha bilan gaplashyapsiz bo'lmasmidi? Nima, shunda ajrashmoqchimisiz? Boshqa yo'lim yo'q geniya. Kecha rosa o'tkazib yorishgandan qizlarimni tutib olib urgandim. Nega? Bolalarni nega urasiz? Ay, to'ydirib yorishdi-da ekaniya. Bularchi bola emas, balo. Menga qaynana bo'la ikkita. Qaynana ham bunchalik bo'lmaydi. Ikkita qaynana ko'rib men bunaqa insonlarni ko'rmaganman. Yosh bo'lib turib ko'rmaysizmi? Odamning xayoliga kelmaydigan ishlarni qiladi. Ulardan chiqayotgan gaplar, qilayotgan ishlar shunaqa qo'rqinchli. Men unaqa narsalarni kinolarda ko'rganman kenaga. Oy, o'ylasam juda ham qo'rqinchli. Ertaga bir joyga boradigan, birovning ishiga boradigan qizlar. Bularning ertasi nima bo'larkin? Men bularni eplolmayman. Asabim, sog'lig'im o'zimga kerak ekan-ya. Bolamamchi bekorga tushmagandir kenaga. Xudoyim ham xohlamagandir shu oilada yashashimni. O'zi ahmoqman erga tegan. Opa, yaxshi bo'lib ketar. Sabr qiling. Eng muhimi eringiz yaxshilar-ku. Urmasalar, so'kmasalar. Kenaya, eringiz yaxshi bo'lib turib, Anita ikkita kichkinagina qiz sizga azob bersa, eringiz yaxshiligi ham ko'rinmas ekan. Ko'rinmayapti, hech nima ko'rinmayapti ko'zimga. Erim ham nima qilishni bilmayapti. O'rtada ikki o't orasida qolib, nima qilishini bilmayapti. Menga yon bossa bolalari, bolalarga yon bossa men, o'shanchun u bechora ham baxtli yashasin. Endi shunda ham bir og'iz telefon qilib qo'yavering. Xavotir olib o'tiribdilar. Hozir bilasizmi, telefon qilsam birpasda uchib keladilar. Yana olib ketadilar. Yana xuddi o'sha eski ssenariy meni hayotimda takrorlanadi. Charchadim kenaga. Boshqa ko'tara olmayman. Anu, bir narsa bo'ladi-yu, uxlaysan, tush ko'rasan. Har kuni o'sha tush, eski tush, bir xil tush. Meni hayotim shunaqadan iborat bo'lib qoldi kenaga. Ajrashdingiz ham deylik. Qayerga borasiz? Eringiz uyingizni sotib yubordi. Menga o'xshab ko'chada qoldingiz. Nima qilasiz? Kenaya, taqdirimizni o'xshashligini qarang.
Bir yo'lni toparmiz. Ko'chada qolmasmiz. To'g'risini aytsam, hozir bu narsalar meni umuman qiziqtirmayapti. Umuman. Hammasini noldan, boshqatdan boshlamoqchiman. Sal o'zimga kelsam, bitta kvartira topaman. Ishimni yo'lga qo'yaman. Bir amalliman. Xullas, kecha-yu kunduz ishlab bitta uy olaman kenaga. Hozircha bor kuchimni shu uy olishga qaratmoqchiman. Siz meni o'ylamang. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Mohi yaxshimi? Doktorga bordinglarmi? Bordik, ha. Yaxshi hammasi. Yaxshi bo'lsin, asalam. Qizlar, choyni olib kel. Hozir xola, boring men choy qo'ying. Bular qayoqqa ketdi deb kutib o'tirishgandir. Boring kenaga. Hozir choy damlab boraman. Bolam, uyda hech kim yo'q-ku. Balki meni qidirib chiqib ketgandir. Nima qilamiz endi? Bilmadim. Siz ketaveradi. Samarqandimni tashlab keting, bo'ldi. Uchtiraman shu yerda. Opam keladilar. Samandar, Xolam keldilar. qayerda eding? Nima ketib qolding? Qayerda yuruvding? Adam olib ketdilar. Siz olib ketuvmidingiz? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Siz deb opam kasalxonadalar. Qanaqa kasalxona? Yuraklari yomon bo'lib qoldi. Nima yomon bo'ladi? Bitta olimdan qoldilar. Nima olib ketasiz? Qani, qaysi kasalxonada? Yur, men o'zim boraman. Dorilarni olib beraman. Oyi. Oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi. Samandar. Keldingmi bolam? Qayerda eding? Siz Pochcham olib ketgan ekanlar. nimaga meni bolamga yaqinlashdingiz? Yaxshimisan? Ahvoling og'ir ekan. Xohlasang boshqa kasalxonaga olib boraman. Men bolamga yaqinlashmang. Agar yana bir marta bolamga yaqinlashsangiz, bu safar tirik qolmaysiz. Adam menga rosa ko'p narsa berdilar. Oyi. Adam yaxshilar. Pochcha, keta qoling. Opamga hozir asabiylashish mumkin emas. Samandar, men ketaman boshqa shaharga. Sen bemalol telefon qilishing mumkin menga. Boya veligingni qog'oziga nomerimni yozib qo'yganman. Telefon qilver. Veli mashinada-ku. Olib borib berishadi. Uyingga. Xo'pmi? Xo'p. Xayr. Rahmat, ada, yashavoring. Oyi, yig'lamang, nega yig'layapsiz? Ha, G'ayratjon. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Ha, keldim. Qaddasiz? Qishloqdaman. Hozir boraman. Xoladan xabar olay deb bir o'kiruvdim. Ha, uyga borsangiz bironta ovqat qilarsiz. Ulgurmadi keliningiz.
kasalxonaga tushib qoldi. Voy, nima bo'ldi kelinga? Bilmayman, u groza deydi. Hozir o'shanga dorilari ham qimmat ekan. Pul qidirib bozorga og'aynim oldiga ketyotgandim. Ha. Menga qara, puling yo'qmi seni? Ha, yo'q, hozir ko'ryapsiz, do'kon ishlamayapti. Ha, Nima qilishni bilmayapman. bo'ldi, o'ylama sen uni. Menga kartani tashavor. Pulingiz bormi o'zi? Voy, nima deganing bu? Pulingiz bormi? Albatta bor. Sen u yog'i bilan ishing bo'lmassin. Uyda kim bor? Adashmasam jingalak uyda. Ha, yaxshi. Kartani tashavor. Bo'pti, opa, dorilarni hozir tashab kasalxonaga keyin boraman uyga. Xo'p, mayli, bo'pti. Mayli. Hey, ukam tushmagur-ey. Oyi. Oyijon. Ay. Nigora. Ha. Oy, yana boshlandi. Assalomu alaykum. Oyijon, bu odamni kirib yotib olganingizni qarang. Voy, sog'inib ketdim sizni. Voy, men ham sog'inib ketdim. Voy, tinchmisiz? Yaxshi keldingizmi? Oyijon. Nima ahvol? Ha, sizni bolalaringiz anu Nigorani qo'l orqasiga yopishgan. Hamma yo'ni men yo'yamanmi? Jonajon, keliningiz-ku Nigoraxon. Voy, kesatmay qoling, xo'pmi? Voy, uyda bitta nonush ochsa, meni go'shimni yeb janjal qilardingiz. Shunda yoyilib yotganda uxlab yotishingizni qarang. Voy, menga ham gap bering. Voy, o'zingizni maqtaganingiz maqtagan. Ha, endi siz shunaqa tozalikka o'rgangansiz, shunga haligi esingizdan chiqarib qo'ymayin deb eslatib turardim. Shu Nigoraga ham o'rgatsangiz nima qilarkin-a? Ayjon, sog'inib ketdim sizni. Men ham sog'indim. To'g'risi, ishoning, uyimiz shunaqa zerkarli bo'lib qolgan. Faqat uxlayman. Erischi, o'g'lim so'rab turadimi meni? Sog'inmabdimi? Yo'q, endi har kuni ishda-ku ular. Men sizni juda ham ko'p sog'inaman, Oyjon. Oyjon, o'zi bolalar qani? Cho'milishga ketishgan. Voy. Ha? Ish qilib oqib ketmaydimi? Oqar suv emasmi? Voy, hozir nima qilmang? Niyatni yaxshi qiling. Hozir bolalar ko'pi suvga oqib ketyapti. Qo'shninikida ana kichkintakkina baseyni bor ekan, o'sha yoqqa chiqib ketishdi. Ha. Qorayib ketadi lekin Oyjon, ertaga maktabga qop-qora bo'lib chiqishadi. Ha, endi dadasiga o'xshab qora bo'ladi-da. Ha, mayli. Voy, menga qarang, tushunmadim. Siz kim bilan keldingiz? Oyim bilan keldim. Oyim tog'amga kirib ketdilar. Haligi Daryo anu buvinikiga kirib ketdi. Oyim borasanmi dedilar? Shartta mashinaga chiqib oldim, boraman deb. Sizni sog'indim, Oyjon. Men bir Oyjonni oldilariga borib, bir yotib kelay, hidlariga to'yib dedim, Oyjon. Oyingiz kelmasa kellam bu yoqqa. Endi bilmasam, men siz haydi bundoq xudodan xabar olib, singlim deganman oyingiz. Oyim mehmon bo'lib kelyaptilar. Siz dasturxon qilib, go'shtlar qovurib qo'ysangiz keladilar. Sizni nima olib qo'yimmi? Voy, turing darrov, xizmat qiling. Men mehmon bo'lib keldim-ku. Ja, mehmonsiz. Oyjon, keling, donozika o'ynaymiz. Kim yutqizsa o'sha ovqat qiladi. Yana nima o'ynamoqchisiz? Bekimacha o'ynamoqchimisiz? Men yutsam, uy tozalayman. Siz ovqat qilasiz. Siz yutsiz, siz ular yig'ishtirasizmi yo'qmi? Boliya, o'rtog'ingizman men sizga. Men qaynanangizman, xo'pmi? Shart qo'yish qaranglar buni. Siz bir pasda qaynana pozitsiyasiga qatdan o'tib oldingiz. Toshkentda unaqa emasdingiz-ku. Qishloqda mana shunaqa, qishloqda hamma qaynanaligini qiladi. Shaharda endi. Siz oyi. Oyi. Ana yigitingiz nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Shuncha kelib meni nastroyeniyamni ko'targaningiz bir tiqildingiz. Endi esimdan chiqazvatuvdim. Eslatdingiz menga. Oy, xudoyim. Oy, ajon. Qizib ketyapsiz, dardingizga davo edi u.